Mahbus siz uchun faqat qo'riqlash obyekti. Ularga qarab bittagina qadam bossangiz, vaziyatni siz emas, u nazorat qila boshlaydi. Meni hech narsada aybim yo'q-ku. Agar adolating bo'lsa, bu yerdan qutulishimga imkon ber. Amir katta bo'lgach, otasiga nima deydi? Shamil, xohlasang shama. Muha, Masalan, nimaga o'tirgansan? Odam o'ldirganing uchun. Men esa pul soxtalashtirganman, xolos. Amirchikning yuragi nozik tug'ildi. 2 oydan keyin operatsiyaga Istanbulga borish kerak. qancha turar ekan? Bitta yo'l qoladi. Ostidan. Og'aynim bilan shu ombor orqali qochmoqchimiz. Ixtilof qolsa-chi, ikki tomonlama qo'lga tushasan. Lekin boshqa yo'lim yo'q. Sen bilan kelishdik. Avval qochamiz, keyin pulni bo'lishamiz. Muha, sen meni yana uxlatmoqchimiding? Kichkina xizmat bor. Birga qochamiz. Yana bir marta so'rayapman. Sidoy qani? Menimcha Sedoy qochishni reja qilyapti. Muha, buni xayolingga ham keltirma. Xalal bermayapman. Yordam bermoqchiman. Yordam bermoqchi bo'lsang, jim yur. Sizga bir narsani aytishim kerak. Qochishga tayyorgarlik ko'rishyapti.